Ko'rib turganingiz qo'limda 2 xil ampula, ikkalasi 2 xil vitamin bo'lib, demak narxi bor yo'g'i 1400 so'm. Natijasi esa 1,5 million so'mlik muolajalar bilan bir xil. Birinchisi vitamin C, ya'ni askorbinoviy kislota. Vitamin C kollagen sintezini yaxshi rag'batlantirib, kollagenni sintezlaydi va yuzdagi demak pigmentatsiya dog'larini oqartirib beradi, yuzni yaltiratib, elastikligini oshiradi. Har kuni kechki payda bir ampuladan sindirib, toza yuvilgan yuzlaringizga yaxshilab surkang, uqalang va ketidan namlantiruvchi xohlagan kremingizni surting. Ertalabga ko'chaga chiqishdan oldin esa SPF krem surib chiqishni unutmang. Ikkinchi demak ampulamiz esa nikotinoviy kislota, ya'ni vitamin B3. Ushbu vitamin B3 ni sochlaringiz ildiziga har kuni 2 ampuladan sindirib, surkang, yaxshilab uqalang. Vitamin B3 demak soch ildizini mustahkamlaydi, soch osti kapillyar qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini yaxshilaydi, follikulasiga ozuqa berib, sochlaringizni o'sishini va to'kilishini to'xtatadi. 10 kun o'tgach qarabsizki, natijasi yaqqol ma'lum bo'ladi. Aytgancha 28 va 29-mart kunlar Toshkent shahrida qabul bo'ladi. Ushbu qabul kunlarida siz barcha kosmetologik muolajalarni qabul qilishingiz mumkin. Shunday ekan, ushbu ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bo'sh joylarni bron qildirish uchun pastdagi raqamlarga Telegramdan SMS yo'llagan holda bron qildiring. Barchangizni Toshkent shahridagi qabulimizda kutib qolamiz. Videoni esa eng yaqin tanishlaringizga tezda jo'natib qo'ying.